Lobar tanho qoldi. U necha million odam yashaydigan, g'ij-g'ij imorat va mashinalar to'plangan dunyoning eng mashhur shahrida yolg'iz edi. Apparat tugmachasini bosgach, sariq chirog'i zo'rg'a miltiradi. Bolam olislab ketibdi dedi u ichida. Nega tutqich bermaydi-ya? Ataylab qochib yurgandek. Negadir Lobar alanglay boshladi. Taksi yo'llash xayoliga kelmas, qayoqqa borayotganini o'zi ham bilmas edi. Dam umid, dam umidsizlik tuyg'ulari vujudini jimirlatib yuborardi. Bir kampir qulog'i ostidan qichqirib o'tdi. Qarasa, g'ildirakli sumkaga bog'langan, pildirab ketayotgan oppoq kuchukchani bosib olayozibdi. Lobar nima uchun itning ham, kampirning sochini ham tusi bir xil deb o'yladi. Biroq bu xayoldan ma'ni topolmadi. Qosh qoraydi. Turli xil chiroqlardan tovlanayotgan shahar osmonida bulutmi, tutunmi suzib yurardi. Lobar yo'l yoqasidagi yemakxonadan chiqib, yana apparatga qaradi. Hamon sariq chiroqcha miltirardi. Ivilginning gaplari qulog'ida jarangladi. Agar sariq yonsa, datchikli o'yinchoq 10-15 chaqirim narida. Yaqinlashgan sayin qizil chiroq ham tezroq o'chib yonadi. Oldi tomondan tutun hidiga qorishgan shamol urildi. Lobarni eti junjikib ketdi. Orom olishni istadi. Bir bekatga yaqinlashib, apparatga 100-chi, ehtimol 200-chi marta ko'z tashladi. Datchik aldamayotgan bo'lsa, Parviz 10-12 chaqirim narida. Radio to'lqinlar uni o'yinchog'idagi mitti matohga borib qaytarkan, u seni qalbingdan judolik qadar olisdadir degandek sariq chiroqchanigina ravo ko'rardi. Mashinaga o'tirib, butun shaharni aylanib chiqaman. Xayolidan o'tkazdi Lobar. Taksi to'xtatdi. Biroq 2 soat yursalar ham apparatni qizil chirog'i bolaga yaqinlashganliklaridan darak bermadi. Shundan so'ng haydovchiga mehmonxona manzilini aytdi. Bir ko'ngli Ivilgin aldadi deb ham o'yladi. Lekin umidbaxsh hislar tug'yoni barchasini bosib tushdi. Onani ko'ngli sezmoqda edi. Bolasi shu atrofda, Tokioda. Avvallari bunchalik ishonmagandi. Odamda ba'zan ishonch hammasidan ustun keladi. Shunda u g'alabadan bo'lak hech narsani ko'rmaydi. Mehmonxona xodimi peshvoz chiqib, allanimadir dedi. Lobar u ingliz tilida so'zlayotganini, yordam taklif qilayotganini tushundi. Bosh chayqab, beixtiyor qo'l uzatdi. Nomerini kalitini tutqazishdi. 3-4 qadam yurgach, taqqa to'xtadi. Qanday qilib ular so'ramasimdanoq kalit tayyorlab qo'yishgan dedi ichki ovozi. Va eng qizig'i, Vadutchol meni xonamda edi. Biz go'yo bobo va nevaramiz. Bitta xonada turamiz. Bular esa kalit berishyapti. Demak, chol yo'q. Qayerga ketgan? Qayerda u? Ortiga o'girilgan mijozga mehmonxona xodimlari savolchan tikilishdi. Lobar mast kishidek har biriga jamiki diqqatini to'plab qarab chiqdi, lekin tuzukroq ko'rolmay, hech narsani anglolmay ensasi qotdi. Menga nimadir bo'lyapti, dedi o'ziga o'zi. Keyin lift sari shoshildi. Qavatiga ko'tarilib, xonasiga chopdi. Eshikni ochdi, chiroq tugmachasini va haqiqatdan hech kim yo'q edi. Vadutcholni to'shagida buklangan qog'oz yotardi. Xat ekan. Lobar, aji-buji yozuvimga tushunarsan. Har qalay yaponcha harflardan tuzukroq. Men ketdim. Ertaga kelaman. Sobiq ittifoq turmasida bitta kamerada yotganim o'sha Miyamotani topdim. Xudoga shukr. Hali o'lmabdi. Uni chap qo'li yo'q, lekin Ivilgin kesmagan.
bir oz sababchi xolos. Miyamoto Evilgin Tokioda ekanligini bilsa, o'ldirmasdan qo'ymaydi. Axir, u qo'li kesilishiga sababchi bo'lgan. O'z vaqtida zug'um o'tkazgan. Boya menga sirini aytdi. 2 o'g'li Yakuza mafiyasiga qo'shilib ketganmish. Lobar, Evilgin shu yerda ekanligini sir tutishimga kafolat yo'q. Umrbod majruhga aylantirgan nokasni sassiq joni kimga kerak? Lobar yo'lakka qaytib chiqdi. Balki Evilginni o'ldirib bo'lishgandir degan xayolda eshikni hadiksirab taqillatdi. Javob bo'lmadi. Lobar ertalabgacha sabr qila olmasligini anglab, qavat xizmatkorini chaqirdi. U Evilgin mehmonxonani tark etganini zo'rg'a tushuntirdi. Bu kech shunday bo'ldiki, Lobar mijja qoqmay qandaydir fojiani kutib yotdi. Ertalab esa jo'shqin, sertashvish va shoshqin hayotni ko'rib, uxlash kerakligini esladi. Ammo yuvinishga, achchiq qahva ichib shahar girdini aylanishga ahd qildi. Tokio vaqti bilan roppa-rosa 9 bo'lganida u ko'chaga chiqdi. Muyulishdan mashina yo'llamoqchi bo'lib bir oz yurdi. Va nogahon apparatga qaradi-yu, qichqirib yubora yozdi. Qizil chiroq porlab nur taratmoqda edi. Shunchalar qizilki, har o'chib yonishi jonni oladi. Bolam, pichirladi Lobar. Hozir o'g'lim, hozir. Yo Alloh, u menga yaqinlashyapti. Duch kelgan taksini to'xtatib, haydovchini yoniga o'tirdi. Nima deb atashni bilmay, janob, senyor deb duduqlandi. Sizga $100 va yana $100. Iltimos, manavi apparatdagi qizil chiroq tezroq o'chib yonishi uchun obyektga yaqinroq haydang. Yaqinroq. Qaysi tomonda ekanligini bilmayman. Siz haydayvering, men to'g'ri yo noto'g'ri ketayotganingizni aniqlayman. Okey? Tushunyapsiz-a? O'chib yonish tezlashishi lozim. Men josus emasman. U yoqda o'g'lim bor. Bolajonimni o'g'irlashgan. Taksichi 45-50 yoshlardagi yapon, istarasi issiq, xushchaqchaq inson edi. Lobarga ko'z qisib qo'ydi-da, Tokio ko'chalaridan yildirib ketdi. Temir yo'l ko'prigiga yetgach, apparat chiroqchasi shunchalik tez o'chib yona boshladiki, Lobar o'g'li 300 qadam nari berida ekanligini o'ylab, o'zini qo'yarga joy topolmay qoldi. Nihoyat apparatdan chiyillagan ovoz eshitildi. Evilginni tushuntirgani rost bo'lsa, bu obyekt 100 yoki 50 qadam yaqin keldi degani edi. Ha, u juda yaqinda. Qo'l uzatsa yetgudek. Lobar apparatdan bosh ko'tardi. Oq furgonli mashina shuvullab o'tib ketdi. Bir necha soniyadan so'ng apparat ovozi tinib, qizil chiroqcha yana o'chib yona boshladi. Ular uzoqlashyapti, qichqirdi Lobar. Bolam bor furgonda. Tezroq, tez haydasangiz-chi axir. Lobar sal bo'lmasa taksichini urib yuborishi ham mumkin edi. Haydovchi qo'ldan kelgancha chaqqonlik bilan mashinani orqaga burdi. Hayajondan xiyol qizarib, o'z tilida allanimalar deb baqirdi. Biroq bu baqirishda zarda sezilmas, qandaydir zavq bor edi. Ular qarama-qarshi yo'ldan bir oz yurishgach, furgonni izidan tushishga muvaffaq bo'lishdi. Lobar qulog'iga qayta kaft bosdi. Ro'paradan kelgan mashinalarning signallari ketmay qoldi. Taksichi xaxolab kulib, tezlikni yanada oshirdi. Iltimos, hozircha juda yaqin haydamang, dedi Lobar imo ishora qilar ekan. Politsiya ko'ringach, furgonni yo'lini to'sasiz. Bizni ham, ularni ham ushlashadi. Ha, shunday qilmasak bo'lmaydi. Politsiya jonga oro kiradi. Politsiya. Lobar sumkachasidan bloknot va ruchka olib, mashina haqida ma'lumotlarni yozib qo'ydi.
Odam o'g'rilari buni sezgandek tezlikni oshirib, avtobusni oldiga o'tdi. Svetoforlar va muyulishda qator turgan mashinalar ko'rindi. Chorraha. Furgon ko'zdan yo'qolish uchun shoshardi, yana ko'rinmay qoldi. Albatta, o'g'lini o'tirgan mashinani topish, quvish, qo'l yetgudek masofada yaqinlashish Lobar uchun misli ko'rilmagan omad edi. Hozir o'g'lini qo'ldan chiqarsa, qaytib umrbod topolmaydigandek tuyulardi. Radiodatchikka ishonib bo'larmidi? Ular izni adashtirib ketishgan. Lop etib yana dum paydo bo'lib qolayotganini sezib, nimani o'ylashadi? Albatta, mikrochipni. Shubha ostiga mashina, kiyim-kechak va parvizni suveniri tushadi. Qarabsizki, so'nggi ilinj ham kun-payakun. Ha deganda politsiya mashinalari ko'rinay demasdi. Sabr toqatini yo'qotgan Lobar oxirgi tavakkalini ishga soldi. Taksichiga $100 berib, furgonni oldini qiyish kerakligini tushuntirdi. Haqiqatdan mard inson ekan. Azbaroyi pul uchun emas, Lobarga rahmi kelganidan, jinoyatchilardan nafratlanganidan shu ishni bajarmoqda edi. Yana xoxolab qo'yishini-chi? Zum o'tmay ikkala mashina g'ildiraklari asfaltda chiyillagancha tor ko'chaga burildilar. Ochiqdan ochiq qochdi quvdi tomoshasi boshlangan edi. Taksi tinimsiz signal chalar, to'xta degandek chiroqlarini o'chirib yoqardi. Yaxshi, juda yaxshi derdi Lobar ichida. Qaniydi hozir yo'lni politsiya to'ssa. Hammamizni ushlab, yuzma-yuz qilsa. O'g'lim, bolaginam, hozir diydoringni ko'raman. Onajoning seni qutqaradi. Olis Tokioda baridan xalos bo'lasan. Samarqandga olib ketaman. O'zimizni shahar esingdami? Lekin avvalgi uyimizni sotib yuborganman. Hamma o'yinchoqlaring yangi uyda, kiyim-kechaklaring. Mashina qattiq tormoz berdi-yu, gul do'konini, son-sanoqsiz gullarini, qutilarini, suvli tuvaklarini atrofga sochib, yanchib beton ustunga urildi. Lobarni peshonasi g'urra bo'ldi. Ammo haydovchini jarohati unikidan og'irroq edi. Lobar zudlik bilan taksichini chiqarib, yo'lakka yotqizgach, rulga o'zi o'tirdi. Motorga shikast yetmagan ekan, darrov o't oldi. Gazni oxirgacha bosdi. Mashina bo'lgandan beri bunday o'kirib, bunday katta tezlikda yurmagan edi. Lobar hech qaysi yo'l harakat qoidasini xayoliga keltirmasdi. Uni ko'zlari furgonda edi. Boshqasini ko'rmasdi, his etmasdi, qo'rqmasdi. 2 marta piyodalar yo'lagiga koptokdek sakrab chiqib ketdi. Bir gal pivo tashuvchi kichik yuk mashinasi yon tomondan yengil to'qnashdi. Odam o'g'rilariga yaqin qolganda esa qandaydir idora ofisini zinasiga chiqib, havoda umbaloq oshishga bir baxya qoldi. Motor vangillar, shamol uvullar, tez-tez tormoz chiyillar, oldinda esa oq furgon go'yo tovushsiz, qiyinchiliksiz o'qday uchib borardi. Burilishda anchayin sekinlashib, taksiga qaraganda og'ir burildi. Lobar nozik joyini endi payqadi. Mana, o'g'rilarni qachon burchakka qisish kerak? Baxtiga Tokio tarkibiga kiruvchi mazkur tor ko'chali shaharchada burilishlar besanoq edi. Va ko'z ochib yumguncha fursat keldi. Lobar boshqarayotgan mashina furgonni biqiniga bo'ri misoli tashlandi. Go'yo tishlashayotgandek irillaganga o'xshash tovush eshitildi. Ikkala mashina o'zlaridan oyna, plastmassa va metal parchalarini qoldirgan ko'yi 300 qadamcha surishib bordi. So'ng furgon kuchlilik qildi chog'i orqa burchagida urib, taksini yo'lda ko'ndalang qoldirdi.
Ammo o'zi ham boshqaruvni yo'qotib, goh o'ngga, goh so'lga chayqalib, axiri umbaloq oshib tushdi. Halokat dahshatini Lobar endi his qildi. "Parviz!" qichqirdi u. "Bolam! Bolam!" U mashinadan chiqqunicha furgondagilar bir-birini xalos etib qocha boshlashdi. Lobar bolakayni ko'rib qoldi. Ha, rostdan ham mashinada bola bor ekan. Ana u. Lobar avvalgidan-da o'tkir ovozda qichqirdi. "Parviz!" Shu topda odam o'g'rilaridan biri kamariga qistirilgan to'pponchani oldi-da, qo'shqo'llab ushlagancha o'q uzdi. Ikkita o'q ham tegmadi. O'limdan ham battari hozir ularni g'oyib bo'lishi edi. Lobar bolasini tinimsiz chaqirgan holda gandiraklab, bir oz engashib, es hushini yo'qotgandek to'ppa-to'g'ri boraverdi. To'pponcha xuddi o'yinchoqdek zaif paqillardi. Lobar, bolakayni tuzukroq ko'rolmadi. Oq krossovka, jinsi shim, yo'l-yo'l futbolkani ilg'adi. Sochlari qo'ng'ir edi. Barvasta erkakni qo'lidan ushlagan juda tez chopadi. Yo'q. O'g'rilar sudrab ketdi uni. Negadir Lobarga qiyo boqmadi. Boqishga da urinmadi. Parviz degan hayqiriqni, ona nolasini, yurakdan otilgan faryodni eshitdi. Eshitmasligi mumkin emas. Nega qaramadi? U o'z onasidan qo'rqdimi? Lobar qanchalik urinmasin, tez chopolmadi. Yana bir necha yilda bolamni dunyoqarashi butunlay o'zgarib bo'ladi deb o'yladi Qartaboz xonim. Mana, mendan qochyapti. Keyinchalik uni qo'yib yuborishsa ham meni axtarmaydigan bo'ladi. Puldor, qartaboz, dunyo kezgan maishatparast. Ehtimol, yirik jinoyatchi bo'lib yetishar. Bir kuni qo'lga olinib, umrini oxirgacha qamoqda o'tiradigan sho'rpeshonaga aylansa-chi? Kim aybdor bo'ladi? Men-ku axir. Shunaqa bir kasga aylansa, boshimni qaysi devorga uraman? Dodimni kim eshitadi? Onaizor oxirgi marta qichqirdi. Qayt, bolam. Qayt. Bu men. Men. Keyin yuztuban yiqildi. Yer u osmon chirpirak aylandi. Endi nima qilaman degan savol yangradi miyasida. Nahotki uni qo'ldan chiqargan bo'lsam. Nahotki ittifoqo har doimgiday dalda beruvchi kuch uyg'ondi. Ey, dedi ichki ovoz. Qani o'rningdan tur. Sudrarib bo'lsa ham biron kovakka biqinib ol. Hali zamon politsiya kelsa, sho'ringga sho'rva to'kiladi. Jazodan qutulib qolganingda ham mamlakatdan chiqarib yuborishlari aniq. Agar yashirinishga muvaffaq bo'lsang, ertaga yana axtarishing mumkin. Vadud cholni do'sti Miyamoto ko'mak beradi. Ishonaver. Evilginning nomeri o'tmadimi? Ikkinchisiga umid bog'la. Miyamoto sulolasi katta kuchga o'xshaydi. Sen politsiyadan qochib qutulolsangina o'g'lingni qo'lga kiritasan. Bo'lmasa, umring so'roqda, bosh og'riqda o'tadi. Politsiyani va'dalari, minnatlari va axiri quruq hisobot. Lobar o'ziga qarab turgan odamlarni hayron qoldirgancha boshqa ko'cha bo'ylab chopib ketdi. Garchi oqsoqlanayotgan bo'lsa-da, ko'z ochib yumguncha yo'qoldi qoldi. Mehmonxonaga bora borguncha Shomilni qarg'ab, ko'zidan duv-duv yosh to'kdi. Jinoyat botqog'iga qanchalar chuqur botganini,
bu botqoqlikni hali beri oxiri ko'rinmasligini o'yladi. Boyagilar orasida Shomil ko'rinmadi. Lekin Parviz Moskva yaqinidagi o'rmonda Ivilgin qo'lida unga o'tgandi-ku. Shomil yolg'izman deb dunyoga jar solgani bilan Lobar har doim uni atrofida chechen jinoyatchilari izg'ib yurganini ko'rgan. Bolani berib yuborish Shomildek chechen killerini qo'lidan keladi. Hozir Parviz uni malaylari qo'lida bo'lsa ajabmas. Bir amallab mehmonxonani topib kelgan Lobar, balki politsiyaga borsam yaxshi bo'larmidi deb ikkilandi. Mashinalar zuv-zuv o'tar. Osmono'par binolar olisdan o'shshayib qarar. Qulog'i tagida politsiyachilarni o'shqiriqlari jaranglaganday tuyulardi. Lobar qanday yo'l tutishni bilmay garangsib turdi. Jinoyatchilar bolani shuncha to'siqlardan o'tkazib, Tokioga olib kelganlarmi? Demak, anchayin uddaburon. Nima qilsa ekan? Atrofga alangladi. Politsiya xufiyalari qayerdadir poylayotganini sezdi. Axir, taksichidan ma'lumot olishgan. Mehmonxonada tekshiruv o'tkazilgan. Hozir ushlashadi, dedi Lobar xayolan. Shu lahzada ikki kishi ikki yonidan kelib, qora mashina tomon sudradi. Biri rus tilini buzib gapirarkan siltadi. Seniki qochishga urinmasin. Bizniki otadi. Otish xohlaydi. Lobar ular politsiya xodimlari emasligini payqadi. Bir so'z demay, yuvosh alfozda ergashdi. Ammo mashina shitob bilan olg'a qo'zg'algach, tushkunlik butun vujudini qoplab oldi. Hech narsa qila olmadim. Barchasi tamom. Ilk urinishimdanoq meni yakson etishmoqda deb o'yladi. Ko'z oldi qorong'ilashdi. Qayerga ketyapmiz? So'radi birpasdan so'ng zo'rg'a tili aylanib. Yapon jinoyatchilari indamadilar. Kipriklari ham qilt etmasdi ularni. Bir zamonlar qarta o'yinlari Amerikada hozirgi kunlardagidan 10 chandon keng tarqalgandi. O'rta asr romanlarida tasvirlanganidek, uchiga chiqqan firibgar, to'pponchadan bexato otadigan mergan, xiyla pichoqboz, otlar ishqibozi, xotinboz, o'g'ri va albatta qartaboz bo'lishi lozim edi, baxt izlagan kishi. Xuddi bugungi odam metro, aeroport vokzallarida o'zini qanday tutishni, telefonlardan foydalanishni bilganidek, o'sha zamonlarda yuqoridagi qusurlar zaruriyat hisoblanardi go'yo. Ming-minglab shunday odamlar yangi xalqni ko'pchilik qismini tashkil etdi. Yangi davlat ravnaq topgani sayin aksariyat kishilar ko'nikkan yashash tarzi ham takomillashib bordi. Qimorxonalar qaytadan qurildi va dunyo tarixidagi eng yirik kazinolar bunyod bo'ldi. Qimor paydo bo'lgandan beri birinchi marta $1 million boy berildi. Yangi era boshlandi. Har sohada iste'dodli kishilar bo'lganidek, xuddi daho darajasidagi olim misol qimor olamida ham boshqalardan farqli o'laroq buyuk shaxslar maydonga keldi. Ularning asosiy qimor vositasi qarta edi. Qimorxonalarda yangi o'yinlar chiqdi. Lekin daholar uchun qartadan afzali topilmadi. Zero boshqa o'yinlarda ko'proq omadga ishonilsa, 3lik, 4lik, 5lik, 7lik qarta jamlanmalarini suzilishi firib mahsuli bo'la olardi va hamisha ham omadga qarab qolinmasdi. Shu vajdan qarta o'z ahamiyatini yo'qotmadi. Mohir qimorbozlar, jinoiy uyushmalar kuchlarini qarta stolida namoyish eta boshladilar. Ba'zi davralarda erkak ayolni farqiga borilmas edi. Puldor ayollar ham bamayli xotir qarta tashlashar, uylarida mehmonlar oldidan bo'shagan idishlarni yig'ishtirib olgandek, yutuq pullariga qo'l cho'zar,
hech kim hayratlanib qaramas edi. Ammo lekin bu hodisalar ummon ortida yuz berayotgandi. Asta-sekin Yevropada va Osiyo mamlakatlarida ham onda-sonda ayol qimorbozlarni daragi chiqib qoldi. Yo'llar ochildi. Qartalar dunyo bo'ylab yanada chirpirak bo'lib, chappor urib, hatto temir yo'llardagi poyezdlar kabi guldirab, samolyotlardek guvullab kezindi. Tajribali qartaboz dunyoga kelishi uchun 10 yil vaqt kerak edi. Har 10 yilda tengsiz qartaboz bo'y ko'rsatardi. Katrina yuzlab qimorxonalarni zabt etganida odamlar hayron qolmadi. Ayoldan askar chiqdi, haydovchi chiqdi, fazogir chiqdi, qimorboz ham chiqdi. Hayron qolarli jihati shu ediki, aynan jodugar Ketrinani raqibi ham ayol bo'ldi. Qimorbozlarga shunisi nasha qilardi. Agar ikkovi to'qnash kelsa, qaysi biri yutarkin? Ketrinani boplasa yaxshi bo'lardi. Ayrimlar uchun esa Lobarni sharmandasi chiqishi muhimroq edi. Qimor erkaklarniki degan xitob tez-tez aytila boshladi. Biroq jodugar Ketrinani dasti uzun edi. Go'yoki bir xatlashda ummondan uchib o'tib, kunchiqar mamlakatda Lobarni giribonidan olgan edi. Qora mashina yeldek uchib, qora niyatli ayol huzuriga yetkazganda, hammasi yuqoridagi tarixni oddiy, qonuniy davomi sifatida namoyon bo'ldi. Lobar xitob qildi Ketrina unga ko'zi tushgan mahal. Seni Xudo urib qo'ygani rost shekilli. Yaqinroq olib kelinglar baxti qaroni. Lobar do'kon ostida joylashgan mo'jaz zal burchagida allaqanday kitob o'qib o'tirgan Ketrinani, Baku aeroportidagi o'sha ayolni darrov tanidi. Negadir uni shunaqa joyda uchrataman deb ko'ngli sezgandi. Nima? Tilini yeb qo'ydingmi? Achchiqlandi Ketrina kitobga belgi qo'yib, sekin yoparkan. Ko'zoynagini burni uchiga qadar tushirdi. Gapir. Bularga siz buyurdingizmi? Nimani? Lobar atrofdagilarga qaradi. Men mehmonxonaga yetgandim. Dam olishim kerak edi. Charchaganman. Siz esa zo'ravonlik bilan bu yerga keltirdingiz. Yaxshi emas. Bilaman, dedi jodugar o'rnidan turib. Kasusika tomonda to'polon qilib charchagansan. Buning uchun senga dam olishga ruxsat beradilar. Oz emas, ko'p emas, 7-8 yil. Bu meni hayotim. Unday bo'lsa seni hayotingda men nima qilib yuribman? Zarracha ishim yo'q edi sen bilan. Ammo seni shaxsiy hayoting deb atalmish mahdudlikda meni qimorxonalarim, millionlarim, yemlarim qolaversa o'zim. Ha, mana shu vujudim ham muallaq turibdi. Qanaqasiga? Bunga javoban Ketrina o'rniga qaytib o'tirdi. So'ng shotirlariga g'alati nigoh tashladi. Nega qarab turibsanlar? O'ldiringlar uni. Suhbat tugadi. Shu zahoti yaponlardan biri to'pponcha chiqarib, 2 qadam ortga tislandi. Lobar unga tik qaradi. Umriga nuqta qo'yajak o'q boshini qanday teshib o'tajagini, bir og'iz so'z qotishgada, ingrashgada ulgurolmasligini tasavvur qildi. Shunday tasavvur qildiki, avval ham shu tarzda o'ldirishgandek. Hozir to'pponchani qora og'zidan yolqinni ko'radi. Tovush ham eshitiladi. Bu yerda otma, dedi Ketrina to'satdan kitobdan bosh ko'tarib. Murdani axlatxonaga olib borish ortiqcha muammo. Yapon ruschaga tushunmadi. Tumshug'i bilan imo qildi. Nima?
Katrina yana ruscha so'zladi. Shahardan chetga chiqinglar. Toshloqni o'rtasida Budda haykaliday qo'yib, yuragidan otinglar. Darvoqe, toshloqni hozir suv bosyapti. Murdani ustiga tosh bostirsanglar, ko'p o'tmay suv tagida qoladi. Rus tilini chala-chulpa biladigan jinoyatchi sheriklariga tilmochlik qildi. Ular o'z tillarida shosha-pisha gaplashdilar. Keyin Lobarni o'rtadagi bilyard stoliga yotqizib, og'ziga latta tiqdilar. Endigina qo'l oyog'ini bog'lashga kirishgan ham edilarki, eshik tomondagi zinadan dupur-dupur qadam saslari keldi. Hamma, shu jumladan Lobar ham qaradi. Kelayotganlar birdan to'xtashdi. Orqadagi kishiga yo'l berdilar. Kirib kelgan kimsa 70 yoshlardagi chaqqongina chol edi. Protez qo'li uni sovuqroq ko'rsatardi. Sog' qo'li ila Lobarga ishora qilib, yapon tilida qattiq gapirdi. Shotirlar Katrinaga qaragach, rus tilida: "Missis, bularingga ayt, Lobarni bo'shatsin", dedi chol. "Nima? Sen qimorbozmisan yoki mafiya boshlig'i?" "Biz ajrim qilishimiz kerak." "Faqat qarta stolida", ta'kidladi chol. Lobarni xalos etganlaridan so'ng Katrina boshqa burchakdagi oq stulga yaqinlashdi. "Marhamat", deya taklif etdi Lobarni xaloskorini. Ular o'tirishga chol Lobarga qarab jilmaydi. "Bu yoqqa kel." Uchalasi davra qurishdi. "Vadud ham shu yerda", kulimsiradi chol. Katrina battar tumshayib oldi-da, "Ismingiz Miyamoto-san, shundaymi?" deb so'radi. "Yaxshi eslayapman. Biz o'tgan haftada Nagoyada uchrashganimizni hisoblamaganda, axir u yerda menga uzoqdan qaradingiz xolos. 5 yil burun Malayziyada, sohil yaqinidagi tepaliklar orasida yuzma-yuz kelganmiz." "Ha, meni xitoylik deb o'ylaganding, Ketrin." Jodugar kuldi. Ingichka, qonsiz lablari Lobarga kimnidir eslatardi. Kinodagi yovuz qahramonnimi, Anna Sergeyevnanimi aniq to'xtamga kela olmadi. Ikkinchi bor diqqat qilganida Katrina sigaret chekmoqda edi. Vo ajab! Qayerda paydo bo'ldi uni og'zida? "Meni avom deb o'ylamang", dedi u Miyamotoga ko'z ostidan qarashma qilib. "Yapon, koreys, Xitoyni farqlay olaman. Ammo o'zingiz insonni farqiga bormaysiz. Ingliz, nemis, italyan, fransuz, rus, mayli ular yevropaliklar. Bu esa..." Jodugar keskin iyak uchirib Lobarni ko'rsatdi. "Turkiy. Mabodo turkiylar sizni qavmingizga kirmaydimi?" Miyamoto savolga javob bermadi. Ko'zlari yanada qisilib, barmog'ini nuqidi. "Baribir meni Xitoy deb o'ylading. U yerda Xitoylar mahallasi bor edi. Siz ham xitoyliklarga o'xshab kiyingandingiz." Miyamoto bosh chayqadi. E'tiroz biroz dag'al ohangda eshitildi. "Qanaqa odamsan? Bog'dan kelsam, tog'dan kelasan? Hech qanaqa libos, irq, millat haqida gapirayotganim yo'q. U yerda ikkinchi tepalikda masjid joylashgan. Xitoy mahallasi chetida yashovchi musulmonlar har kuni ertalab so'qmoqdan masjidgacha yayov borishadi. Toza havo, tanga davo. Xuddi shu paytda Xitoylar ham yo'lga chiqishadi. Ular yugurishni mashq hisoblashmaydi. Ikki tepalik oralig'ini bir sayr qilsa, bundan a'lo sport yo'q. Hech o'ylab ko'rganmisan, Katrina?
kimlar ko'proq foyda qilyapti? Albatta, masjidga qatnovchilar. Chunki ular ham jismonan, ham ruhan o'z vazifalarini ado etmoqdalar. Xudo ikki toifani ham tepaliklar orasida zir qatnattirib qo'yibdi. Biri shunchaki tanasini sog'lig'i uchun borib kelyapti. Ikkinchisi esa u dunyoni ham g'amini yemoqda. Juda yaxshi diniy ma'ruza. Men o'shanda namozga borayotgandim, dedi Miyamoto. Musulmonlikni qabul qilganimdan xabaring bor-a? Albatta, ko'rinib turibdi. Bunga Vadud degan odam sababchi bo'lgan. Chaqiringlar uni. Shu payt Vadudchol ostona xatladi. Mast shekilli qoqilib ketayozdi. Ketrinani unga ko'zi tushgan mahal yuzida ijirg'anish zohir bo'ldi. Sigaretini ezg'ilayotib, o'zicha gapirdi. La'nati piyanistalar. Bu odam bilan men, dedi Miyamoto. 7 yil panjara ortida bir havodan nafas olganman. U men uchun dunyodagi eng qadrli inson. Tanish, Ketrin. Tupurdim unga, qichqirdi jodugar. Miyamoto-san, marhamat qilib stolimni bulg'anishini oldini olsangiz. Bu nimasi axir? Bas, chiday olmayman. Ketrina joyidan sapchib turgach, Miyamoto miyig'ida kuldi. Ezmalik bilan dedi. Meni Xitoy deb o'ylading. Men esa masjidga borayotgandim. Shuni bilki, Lobar ham bekordan bekorga olis o'lkadan bu yerga kelgani yo'q. U o'g'lini axtaryapti, tushunyapsanmi? O'g'li yo'qolgan. Hozir qimorboz va mafiyozlar qo'lida. Ba'zi tepaliklaridagi har bir odamni bir tepalikdan ikkinchisiga yurishi ertalabki jismoniy mashq bo'lib tuyulganidek, Lobarni bir qimorxonadan ikkinchisida paydo bo'lishi ham muddaoyi qimor bo'lib ko'rinyapti. Sen shoshma, Ketrina. Hurmatingiz haqqi uni qatldan qaytardim. Yana nima istaysiz? Bilasiz, obro'yingiz bor, lekin meni qiyin ahvolga solib, shoshilma, takrorladi Miyamoto. Sen uni butunlay qo'yib yubormaysan. Istardimki, orqadan pichoq sanchmasang. Nima? Seni odatingni yaxshi bilaman. Shuning uchun qarta stolini ajrim stoli dedim. Kel, u bilan yakkama-yakka qarta o'yna. Yutsang, senga taraf yo'q. Lekin dovrug'ini eshitganingdanoq qotil yollab, safdan chiqarishga urinishing nomardlik. Uni yanchib tashlayman. Ilondek vishilladi Ketrina. Qarta bobida farrosh meni tengim emas. Ko'ramiz, dedi Miyamoto va eshik oldidagi yigitlarga imo qoqdi. Biri yugurgilab kelib, qarta tutqazdi. Lobar bosh egib jim o'tirardi. Vadudcholni ham dami ichiga tushgan. Tez-tez o'rtog'iga ko'z tashlab qo'yar. Ishqilib, Lobar ustun kelarmikan deb intiq bo'layotgani sezilardi. Pul tikmaymiz, dedi jodugar. Bu o'yinga odam joni tikiladi. Keyin o'z-o'zidan g'azabi toshib ketdi. Hayot-mamot o'yini. Kimningdir safari qariydi. Qolganlar 3 qadam naridagi stullarga o'tirishdi. Nim yoritilgan zalda sigaret va qon isi suzib yurardi. Chollar yo'talar, tomoq qirar, qaysidir barzangini oyog'i tagida pol g'ichirlar edi. Birdan barchasi qarta shitirlashi ostida qoldi.
Kuldondan ko'tarilayotgan tutun go'yoki jodugar Ketrinani tilsimlaridek g'alati yevrilib, tuyqus g'oyib bo'lardi. Lobarni cho'chiyotganini hamma payqadi. Istamayotgan edi o'yinni boyaqish ayol. Odamdan xohish yo'qolsa-yu, ustiga ustak hayajondan qaltiray boshlasa qiyin. Juda qiyin. Ketrina ko'z uzmasdi. Tavba, u Lobarga qarab turgan holda qartalarni qanday ko'rarkin-a? Birinchi qo'l suzildi. Lobarni qartalari ish bermadi. Ikkinchi qo'l, uchinchi. Shu topda Lobarni xayolida o'z-o'zidan Dubay manzaralari namoyon bo'ldi. Samarqandlik baxshi qiz uni qora qarta raqsi jodusidan qutqarish uchun jin haydar marosimini o'tkazgan edi. Nahotki kelib shu payt ta'sir qilgan bo'lsa, oddiy Lobarga aylanib qolsa. 5-o'yinda bor imkoniyatini boy berdi. Hatto bir marta ham ustun kelmasdan batamom yutqazdi. Ketrina g'olibona ishlaydi. Shunda Lobarni xayoliga bir gap keldi. Men sizni qurboningiz bo'la olmayman, dedi dona qilib. Hamma Lobarga qaradi. Nima uchun? Ajablandi jodugar Ketrina. Axir hozirgina joningni yutib oldim-ku. Shiroyi adoriy ro'yxatidaman. Ketrina sezilar-sezilmas qalqib ketdi. Oq raqs o'yinlari bo'yicha qilichini qayrab yuradigan Yapon jinoiy uyushmasi nomi albatta uni befarq qoldirmagandi. Hatto Miyamoto ham xiyol sarosimlanib, goh amerikalik qimorboz xonimga, goh Lobarga alang-jalang boqdi. Sen qora qartachisan, ta'kidladi Ketrina. Aytayotgan uyushmang esa senga daxl qilmaydi. Ularni ro'yxatida emassan. Balki Lobar a'zosidir. Bir qadam yaqinlashdi Miyamoto. Ketrina yanada tumshaydi. Qovog'idan qor yog'ardi uning. Shiroyi adoriy odamini o'ldirish, deb gapini davom ettirayotgan Miyamotoni Ketrina qattiq jerkidi. Bas, Miyamoto-san. Agar u Shiroyi a'zosi bo'lsa ham o'ldirishga haqqim bor. Chunki o'z hayotini tikdi. Barchangiz shohidki, yutqazdi. Baribir uni o'ldirmoqchi eding. Seni niyating kuchli raqibni yo'q qilish, deya Vadudjol jonlandi. Chunki sen qo'rqoqsan. Lobardan qo'rqasan. O'chare sassiqchol, qichqirdi jodugar. Senga nima? Aqling yetmagan ishga tumshug'ingni suqma. Agar qo'rqqanimda, u shunday deb atrofdagilarga ko'z yugurtirdi. Jonimni tikib o'ynarmidim? Men bunga yo'l qo'ymayman, baqirdi Vadudjol. O'lsam o'lamanki. U ko'zlari olayib, og'zidan tupuk sachrab, qaltirab so'zlayotganda Ketrina tarafdorlarini miyig'ida kulishib, chumolini chiranishini kuzatayotgandek alfozda bepisand turardilar. Ammo shu fursatda Lobar butunlay o'zini o'nglab oldi. Har qalay yolg'iz emasligi katta dalda bergandi. Qolaversa, inson joduga ishonsa-yu jodu oldirsa, lekin yovuzlikka suyanishda davom etsa, yana burungi holiga qaytishi qandaydir ilmiy haqiqatga o'xshabroq ketadi. Hayotda kim bo'lib qolishdan qat'iy nazar, hozir yutmasa holiga maymunlar yig'lashini o'ylardi. Bir gal yutmay, keyin qartani umrbod tashlayman, deb xayol qila olmasdi. Bir marta yutish uchun taqdirni o'zgartirish kerak. Ha,
Taqdirni inson o'z qo'li bilan o'zgartirish imkoniga ega. Illo keyinchalik o'z holiga qaytarish esa uni imkonida emas. Seni, dedi Lobar Ketrinaga g'azabnok nigohini tashlab. Tilanchi gadoy o'rnida ham ko'rmayman. Ayol kishi bo'lib, qartabozga aylanib qolishim ota-onamga, qarindosh urug'larimga isnot keltirdi. Hammasini yaxshi tushunaman. Sen esa qayerda qartaxona daragini eshitsang, tulkiday havo iskab kelasan. Ayolsan-ku. Ayollar bunaqa qilmaydi. Yo'q. Sen ayol emassan. Jodugar deyishadi. Jodugardan ham battarsan. Nima? Iblissan, urg'ochi to'ng'izsan. O'ldiringlar uni. Lobar qulochini keng yozib tantanavor dedi. Mayli, lekin o'limdan keyingi tomoshalardan zavqlana olmaysan. Shiroyi adoriy ro'yxatidaman va shuning uchun ham senga atayin yutqazdim. Baribir o'ldira olmaydi deb o'ylagandim. Qaroring qat'iyligini ko'rib kulgim qistayapti. Meni o'limim seni Yaponiyadan eson omon chiqib keta olmasligingni bildiradi. Shuni tushunasanmi? Jinurgur. Nima? Shiroyi seni o'ldirishini bila turib, atayin Tokioga keldingmi? O'z bo'yningni tig'ga tutgani. Ey, kimni aldamoqchisan? Qora qartachi bo'lsam-da, ular oq qarta bo'yicha ayblab, sirtdan o'limga hukm etishdi. Albatta bu tuhmat. Shiroyi adoriy avval ham tuhmat bilan bir tanishimni xotinini, ya'ni kim yoshgina kelinchakni hammomda o'ldirdi. Shuni bilib qo'y, Ketrina. Men o'lim uchun kelganim yo'q. Ulardan isbot talab qilaman. Kimdan? Sovuq kuldi jodugar. Shiroyi adoriydanmi? Lobar oldinga engashib shunday dedi. Sen o'ylaganchalik ojiza emasman. Oxirgi paytlari qimorxonalarda javlon urayotganingni bilib yuribman. Ammo o'sha qimorxonalarni egalari hisoblanmish mafiya odamlari sen kelmasingdan avval menga xushomad qilishgan. Jon jahdim bilan qimordan qochishga urinaverishim oqibatida boz ustiga qamalib qarta dunyosida ko'rinmay qolishim natijasida ularni hafsalasi pir bo'ldi. Yaponiyaga kelishimni asl sababi o'g'limni qutqarish. Keyin marhuma kelinchak masalasi-yu menga qilingan tuhmat. Gapimdan sezmayapsanmi? Shiroyi adoriy jinoiy uyushmasidan 10 barobar katta tashkilotlarga daxldor insonman. Hayotim shuki, men zor kishilarga aytmasdan o'z holimcha yuribman. Kasusikada esa o'g'limni ortidan quvdim. Afsus, Italiya mafiyasiga murojaat qilsam yaxshi bo'larkan. Ko'rdingmi? Dedi Miyamoto bir qoshini ko'tarib. Vaduchol ham yengil nafas oldi. Xo'p, ish chuvalashib ketdi, deya Ketrina turib nari beri yura boshladi. Shiroyi adoriyni ham, Italiya mafiyasini ham hurmat qilaman. Biz hammamiz ulardan qo'rqamiz, shunday emasmi? Lekin qarshi kurashmagan holda odam bilan hisob-kitob qilishi mumkin. Lobarga Baku aeroportida aytganman. U mendan nariroq yurish kerak edi. Biroq shaxsiy ish bahonasida dastlabki kunlardanoq o'zini qartaga urdi. Bir marta emas, 2 marta o'ldirsam arziydi. Bahsga nuqta qo'yamiz. Stolni kafti ila urdi Lobar. Atigi bir qo'l o'ynaysanmi? Haqiqiy Lobar bilan. Ketrina bostirib keldi. Vajohatidan ot hurkardi. Yutqazdingmi? Avval haqqimni ber. Jonimnimi?
Qartaga nima tikkan eding, surbet? Yana Miyamoto aralashdi. Katrina, baribir Lobardan qo'rqyapsan. Aslini olganda ogohlantirishga haqqing yo'q. Axir, sen uni xo'jayini emassan. Lobar istagan joyida, istagan odami bilan qarta o'ynay oladi. Bu o'tgan gaplar. Hozir esa qimorga tikishga hech vaqosi yo'q. Shuncha odam guvohligida jonini boy berdi. Tuzukroq o'ynolmasligini ko'rdinglar. Dubayda yuragimda, deya Lobar alam bilan so'zladi. Hammasi jonimga tegib ketgandi. Darbadarlik, qullik va barchasiga sababchi bo'lmish qimor. Tasodifan Dilorom ismli hamshaharimni uchratib qoldim. U 5 yildan buyon Birlashgan Arab Amirliklarida yasharkan. Yosh qiz, lekin baxshilikdan xabari bor. Baxshi bu kasallik va jodularni haydaydigan ayol. U meni qora qarta raqsi jodusidan xalos etishga va'da berdi. Shuncha yildan beri kor qilmadi deb yurardim. Birdan qarta o'ynashni istamay qolyapman. Hozir ham shunday bo'ldi. Qo'lim borsa ham, ko'nglim bormadi. Endi-chi? So'radi Miyamoto labini yalab. Qartaboz Lobar holatiga qaytdingmi? Ko'zlaring boshqacha charaqlayapti. 2 baravar qaytdim. Miyamoto-san. Agar yana bir imkon bo'lsa edi, amerikalik manavi kalandumoq xotinni sharmanda qilardim. Rostdanmi? Ishonavering, dedi Lobar. Shunda chollar bir-biri bilan ko'z urishtirishdi. Boshlarini sekin qimirlatishdi. Katrina, Lobar bilan oxirgi marta o'ynaysan. Miyamoto kulimsirab gapirdi. Biz Vadut ikkimiz jonimizni tikamiz. Rozimisan? Agar rozi bo'lmasang, Lobarni o'ldirmaysan. Chunki biz guvohmiz. Ertaga uni qasosini oladigan kishilar albatta topiladi. Hazilni yoqtirmayman, Miyamoto-san, dedi Katrina qaddini g'oz tutib. O'g'illaringizni taniyman. Ularni hurmati bor. Sizga yomonlik qila olmasligimni yaxshi bilasiz. Nega bu olqindi qiz shu qadar maftun etayotganiga hayronman. Hatto joningizni berishga tayyorsiz-a? Miyamoto gapirmoqchi edi. Katrina qo'lini ko'tardi. Tushundim degani yuzida zohir edi. Yengil odimlar bilan joyiga qaytib sassiz cho'kdi. Kaftini yozgan edi, yengi ichidan qo'rg'oshin tusli qarta boylami tap etib tushdi. Boshladik, dedi u ko'zlari chaqnab. Shu zahoti Lobar qora ko'zoynak taqib oldi. Avvalo, kim o'yinni boshlashini aniqlash uchun fransuzcha ekartening debochasiga asoslangan saylanma donalarni terdilar. Va nihoyat qartalar Lobarga o'tdi. Faqat inglizcha, uqtirdi jodugar Katrina. Lobar ham shunga rozi edi. Darhol 2 qo'lga qarta suzdi. Negadir jodugar tishini oqini ko'rsatdi. Lobar indamadi. Qo'llari qizib borayotganini his etarkan, savol bejiz berilmaganini fahmladi. Jodugar qartasida bir sinoat bor edi. Tezroq tugatmoqchiman, dedi Lobar qartalarni tashlarkan. 1. 2 degan javobni Katrina aytdi. 3 deya Lobar chuqur nafas oldi. Qimtilgan lablari uni qat'iyatli ko'rsatardi. Katrina dastlabki qartasini hujumga tashladi. Lobar munosib javob qaytardi. Keyingi qartalari ham ustun keldi. Miyamoto qiqirlab kulib yubordi. Yoshiga yarashmagan kulgusigami,
Ketrinani yutqazganigami, mo'jaz zaldagilar hayron bo'lib qolishgandi. Yapon sog' qo'lini siltab, baland ovozda dedi: "Bo'ldi, Ketrina, bo'ldi. Haqiqiy lobar sendan ustun. Bugunoq butun Yaponiya xabar topadi." Negadir jodugar miq etib og'iz ochmadi. Na husumatini, na boyagina lobarni jonini yutib olganini esladi. U butkul abgor ahvolga tushgandek boshini ko'tara olmadi ham. Ikki chol sog' qo'llari bilan quchoqlashishdi. "Sen buni qo'yib yubor", dedi Miyamoto Ketrinaga. "Birinchi safar yutdim deb o'tirasanmi? Haqqiga ko'chganda ikkovingni o'rtangda hech qanday dushmanlik yo'q. Ikkoving tengsan. Tamom vassalom. Faqat Ketrina, qizg'anchiqlik qilding xolos. Ammo qo'rqma. Lobarga iflos qimorxonalar ortiq kerakmas. To'g'rimi, qizim?" Qizim deb menga aytayapti degan xayoldan tok urgandek sapchigan Ketrina ilkis qad rostladi-yu, boshqa manzarani ko'rdi. Chollar lobarga otalarcha jilmayardilar. "Ko'zimga ko'rinmalaring", qichqirdi Ketrina. "Yo'qollaring. Hoy, haydab sollaring." Chiqa boshlashdi. Shunda Ketrina lobarga yopishdi. "Sen qayoqqa?" "Qo'y uni." Miyamoto lobarni ikkinchi tomondan tortdi. "Zo'ravonlik qilma. Ochig'ini aytganda, oynaga bir qarashing kerak. Kechirasan-u, qip-qizil jinnisan." "Hey!" Ketrinani ko'zlari olaydi. "Bu yer Tokio." Xotirjam holda dedi Miyamoto. "Shovqin suron, notoza havo o'g'illarimni asabiga salbiy ta'sir qilgan. Ular seni bu muomalang haqida eshitsa..." Jodugar changalini bo'shatdi. Lobar xuddi yer ostida bir yil qamalib o'tirgandek erkin nafas olib tashqariladi. Hayot birdan o'zgarib ketgan edi. "U yoqda juda chatog'ish bo'libdi", shipshidi Miyamoto lobarga. "Halokat katta. Odam o'lmagani har qalay yaxshi. O'g'limni olib qochayotganlarga yetolmadim." Lobarni tovushi titrab chiqdi. "Topamiz. Albatta topamiz, xafa bo'lma. Oyog'im ostida ona zamin bor ekan, hech kim meni yakson etolmaydi. Vadutni muddatini yana bir oyga cho'zsam, u Yaponiyada qoladi. Sen esa o'g'ling bilan ketaverasan." "Rahmat. Aytganingiz kelsin. Meni qanday topganingizga hayronman." "Evilginni axtaryapman", dedi Miyamoto sinovchan nazar solib. "Uni qayerdaligi menga ham aniq emas. $100,000 pulni olgach g'oyib bo'ldi. Nachora, uni dardi shu edi. Senga o'xshab men ham politsiyadan yordam so'rashni yoqtirmayman." Ular mashina sari yurishdi. Miyamotoni ikki yigiti orqada kelardi. Uchinchisi mashinada ekan. Tushib eshik ochdi. Ayni shu lahzada boshqa bir mashina kelib, tikraygan sochli yigit oynadan kalla chiqarib, allanimalardir dedi. Keyin Miyamotoni qarshisiga chopib kelib, og'zi bidirlashdan to'xtamadi. Kun botish tomonga ishora qilgach, politsiya mashinasini sirenasi eshitildi. "Lobar", dedi Miyamoto shoshib. "Anavi yigitni o'g'lim yuboribdi. Politsiya bu yoqqa seni qidirib kelayotganmish. Ketrina chaqib bergan shekilli." "Yo'q, hozirgilani o'zida qanday chaqadi? Unda o'g'lim bizga mashina yuborishga ulgurmasdi." "Mayli, hozir o'y surishni vaqti emas. Mashinaga chiq." Notanish yigit qo'ynidan telefon olib raqam tergach, Miyamotoga tutdi. Bir og'iz gaplashildi.
Shundan keyin voqealar ko'z ochib yumguncha sodir bo'ldi. Lobar orqa o'rindiqqa o'tirgan ham ediki, mashina vangillab yurib ketdi. Kutilmaganda muyulishda tormoz berildi-yu, bir yigit bostirib kirdi. Qo'lida pichoq yaltiradi. Po'pisaga qaraganda haydovchi va uni tili bir bo'lib, Lobarni olib qochish niyatida edilar. "Bu qiliqlaring ortiqcha", dedi Lobar. Lekin aftidan ular yapon tilidan o'zgasini tushunmas. Tushunishni ham istamasdilar. Mashina tezligi oshgandan oshdi. Har bir svetoforda sabrsizlikda to'xtar, shoshilinch ilgarilardi. Shahar chetida ham charog'on yo'llar peshvoz chiqdi. Osmono'par binolar olachaloq chiroqlarini miltiratib tobora ortda qolardi. Dengiz tomonda cheksiz qorong'ulik tonini kiygan tun uvlagandek tuyuldi. "O'ldim", dedi Lobar ichida. Mashinani hech kim to'xtatmadi. U katta yo'ldan chetga burildi-da, qorong'ulik qo'yniga shitobla kirib bordi. Faralar yorug'ida asfalt o'rtasidagi oq chiziqlar ham allanechuk sirli manzara kasb etardi. Navbatdagi burilishda mikroavtobusga duch kelishdi. Mashina 3-4 qadam o'tib to'xtadi. Faqat haydovchi tushdi. Ko'p o'tmay kimlardir g'ala-g'ovur qilib yaqinlashishdi. Eshik ochilgach, bir ayol engashdi. Bu jodugar Ketrina edi. Sovuqqotgan shekilli, boyagi libosi ustidan qoramtir adyol tashlab olibdi. U Lobarga hissiz nigohini hadya etdi. "Bu ahvolga o'zingni o'zing tushirding", dedi tishlarini g'ichirlatib. "Satqai ayol Ket. Bolangni o'g'irlaganlari ham yolg'on. Go'yo uni axtarish bahonasida kezmagan yurting qolmadi. Kimsan? Afti angoringga bir qara. Hech kim emassan. Yana meni ayol emaslikda ayblashing ortiqcha. Iblis dedingmi? Qo'rg'oshin tusli zaharli qartamni eng yomon ko'radigan odamimga beraman. Seni sog' qo'yishmaydi, bilib qo'y", dedi Lobar. Bunga javoban Ketrina zaharomuz kuldi va mikroavtobus tomon qo'l silkiganda kimnidir sudrab kela boshlashdi. Lobarni ham mashinadan tortib olishgach, ikki bandi yuzma-yuz bo'ldi. "Yuzini yorug'likka tutinglar", amr etdi jodugar. "So'nggi bor bir-birini ko'rib qolishsin." Lobar qichqirib yuborishdan o'zini zo'rg'a tiydi. Qarshisida quvonni ko'rib turardi. Afta angori kaltaklar oqibatida tanib bo'lmas darajaga kelgan, suyashmasa yiqiladi. "Quvon?" dedi Lobar ko'zlariga ishonmay. "Baxtga qarshi o'sha", havolandi jodugar. "Shumi meni sog' qo'ymaydigan kas? Shunga ishondingmi?" Malaylari Ketrinaga politsiya tayog'ini tutqazishdi. Ayol bor kuchi bilan quvonni ustma-ust urdi. Ingrashga ham mador topolmagan yigit unsiz quladi. "Xumordan chiqquncha urdim. Uraverdim. Ko'rdingmi holini?" maqtandi jodugar. "Mendan avval Shiroyi adori yigitlari o'las qilib do'pposlagan ekan. Urib o'ldirib qo'ya qolishardi, ammo men uni so'rab oldim. Ikkovini bir joyda o'z qo'llarim bilan o'ldiraman dedim. Albatta buni uchun qimordan tushgan 150 ming dollarni qurtday sanab berdim. Yo'limda g'ov bo'lganlarning qismati shu. Qani, yigitlar, ikkalasini ham mashinaga ortinglar. Qatlgoh kutmoqda." Qo'l oyoqlari bog'langan ikki vujud mikroavtobusni qora o'rindiqlari tagiga tashlandi. Shiroyi adoriga qarshi kurashib bo'ladimi? Mazax qildi Ketrina yo'l-yo'lakay.
Balki Shiroyi Adoriy mendirman. Senchi? Lobar? Qartada balo. Jinoyat ko'chasida esa go'lsan. Odam ham mafiyaga tikkama-tikka boradimi? Yo, Bibi Maryam. Jinni, ahmoq, g'alcha. Meni yutishing mumkinligini bilardim. Balki yutmaganingda omon qolarmiding? Anavi boboylaring xalos etardi. Ehtimol. Nega ishonding ularga? Birini o'ng qo'li, ikkinchisini chap qo'li yo'q. Qiziq. O'sha chollar nima karomat ko'rsatardi? Nimasiga suyanding? Telefondagi soxta ovozni o'g'linikidan farqlay olmaydigan bo'lsa-da, Miyamoto o'zicha bir olam. Doim atrofida 3-4 qo'riqchisi bilan yuradi. Kimga kerak uni sassiq joni? Qachon qarama o'g'illariga ortiqcha baho beradi. Seni o'ldirganimdan so'ng, Lobar, ular menga hech narsa qilisha olmaydi. Hatto og'iz ocholmaydilar. Sendan sariq chaqalik foyda yo'q ularga. Vadud degan kimsani hurmatiga biron nima der demoqchimisan? Deydi, faqat menga emas. Xudoga deydi. Allohu akbar. Joyi jannatdan bo'lsin. Ha, ular musulmon. Musulmonlar shunaqa deyishadi odam o'lgach. To'g'rimi? To'g'ri demay ko'rchi. Aytganday, Vadud yoshligida otdan kuchli bo'lgan deyishdi. Hozir qancha morfin ko'taradi deb o'ylaysan? 10 gram, 20, 30. Lekin men uni ham qiynalib o'lishini istayman. Mashinalar sohil bo'yiga yetdi. Bu yerni sohil emas, ko'lmakzor deb atasa joiz bo'lardi. Negaki ular piyoda ancha vaqt ko'lmaklarni aylanib o'tib, katta suvga yaqinlashdilar. Dengizdan shamol esardi. Lobarni eti junjikib, beixtiyor qaltiray boshladi. Sovqatgani yetmagandek Ketrina uni oyoq kiyimini yechib otib yubordi. Nariga dunyoga yalangoyoq ketiladi, dedi u. Quvon o'zini bir oz tutib olgandi. Uni tosh ustiga yotqizib qo'yishganda qaddini ko'tara oldi va alla nima deb g'uldiragancha kuzatib yotdi. Lobarni tizza bo'yi suv kechtirib, toshloq orolchani o'rtasiga yetkazdilar. Toshga tiz cho'ktirdilar. Mana, hammasi tamom, qichqirdi jodugar Ketrina. Uni qo'liga miltiq berishdi. Ey Quvon, sen ham eshityapsanmi? Bilib qo'y, menda barcha ma'lumotlar bor edi, barchasi. Ikkoving sevishganing, oila qurolmaganing, bir folcha atrofi suv bilan o'ralgan toshloqda Lobarni otib o'ldirishini bashorat qilgani, Shiroyi Adoriy tomonidan kelinchakni o'ldirilishi va nihoyat bolakay bahonasida Yaponiyaga kelishlaring, meni o'ldirishni rejalashtirganlaring. Seni o'ldirishni Ivolgin rejalashtirgan, pichirladi Lobar. Men emas, Quvon emas. Biroq uning gaplarini Ketrina eshitmadi. Miltiqni mo'ljalga to'g'irlab shunday dedi. Dong'i ketgan qartaboz ayolni o'z qo'llarim bilan yo'q qilayotganimdan xursandman. Chunki men xalqaro qimordagi yagona ayol bo'lib qolaman. U esa o'ladi. Abadiy ko'z yumadi. Alvido Lobar. Jahannam eshiklari lang ochiq. Miltiq gumburladi. Lobar ortiga qalqib ketdi. So'ng ortga yiqilib, tosh kabi qotdi. Quvonga hozirgina uni qora shakli shamoyili ko'rinib turgandi. Endi farqlay olmay qoldi.
qay biri tosh, qay biri lobar. Yigit ojiz ingradi. Xarsangdan sirg'alib tushdi. Ko'zlaridan tirqirab yosh chiqdi. Birozdan keyin qaragan edi, Ketrinani malayi tosh bostirmoqda edi. Ular suv kechib, Quvonni boshiga qaytishdi. Hozir suv ko'tarilishni boshlaydi, dedi jodugar. Nari beri tosh bostirdik, suv yuzasiga chiqib qolmasin-da axir. Baliqlar maza qilib yesin. Quvon shaloq so'zlar bilan so'kindi. Ketrina uni sochidan tortib, yuzini o'ziga qaratdi. Jag'ing sog' shekilli. Ko'zlaring ham ko'ryapti. Nima qilsam ekan? Ketrina dengiz tomonga qaradi, keyin dedi. Mana, suv bosib kelmoqda. Lobarning qabri. Agar shuni qabr deb atasak, suv tagiga qanday gum bo'lishini tomosha qilishing mumkin. Bu Yaponiyada ko'rgan oxirgi mo'jizang. Yo'q, nimalar deyapman. Nafaqat Yaponiyada. Yorug' dunyodagi so'nggi tomoshang. Quvon endi so'kinishga ham kuch topolmadi. Ko'zini yumdi. Qaytib ochganida haqiqatdan suv bosib bo'lgandi. Lobar, shivirladi u. Lobar, kechiring. Sizni qutqara olmadim. Men aybdorman. Qaytarsam bo'lardi. Hammasini tushunib turgandim-ku. Bilardima bu yo'l adoyi tamom qilishini. Men ham qaytmadim. Essiz. Jodugar malaya Quvonni tomirini ushlab dedi. O'tirik. Ikkinchi malay u yoq bu yog'ini tekshirib ko'rgach, lekin tez orada o'ladi deb qo'shimcha qildi. Shundan so'ng Quvonni qo'l oyog'idan ushlashib, ko'lmakka uloqtirdilar. Og'zi burniga suv kirib, o'qchi bosh ko'targanda dengiz ko'lmakni ham o'z domiga olgandi. Quvon uchun hayotda ko'p narsa o'z intihosiga yetgandi. U og'ir gavdasini ko'tara olmay ajalini kutib yotarkan, xayol ufqlarida bir ayol ko'rindi. Goh onasiga, goh lobarga o'xshardi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar u judayam qadrli inson edi. Quvon izlarini ko'ziga surtkisi, etagini tavof qilgisi, boshida aylangan zog' borki, quvib solgisi keldi. Sen o'lyapsan, dedi ichki bir ovoz. Men hayron bo'ldi Quvon. Bir pasdan so'ng allaqayoqdan sado eshitilgandek tuyuldi. Tur bolam. Quvon tirik. Ovozlar ikki xil edi. Biri onasinikiga, ikkinchisi Lobarniki. Quvon bor kuchini to'plab oyoqqa qalqdi. Ammo yana suvga yiqildi. Intildi. Dengiz sari talpindi. Mal'unlar Lobarni otib tashlab, tosh bostirib qo'ygan joyda to'lqinlar hukm surmoqda edi. Mana, bir to'lqin yopirilib keldi-yu, Quvonni muvozanatdan chiqardi. Keyingilari ham uni orqaga surib boraverdi. 10 bor yiqilib, 10 bor turdi bechora yigit. Axiri Quvonni tabiat ham chetga surib tashladi. U esa mag'lubiyatni tan olmay olg'a tashlanar, yovvoyi shijoat uyg'ongandek edi. Kechikkan tuyg'u edi bu. Bir necha yil muqaddam hali jinoyat olamiga kirmasdan burun shunday jahd qilmog'i lozim edi. Avval o'z qalbini qutqargan odamgina birovlarni qutqara oladi. Sohildan xiyla narida, toshlar orasidan kimdir lip etib o'tdi-da, yo'l chetidagi Toyotaga o'tirdi. Ko'p o'tmay qizil chiroqlar ham ko'rinmay qoldi. Quvon boshini toshga qo'yib yig'lardi.